Yaypan so'zining ma'nosi nima? Keling undan avval sizga Yaypan haqida qisqachagina ma'lumot berib o'taman. Yaypan O'zbekiston tumanining markazi bo'lib, O'zbekiston tumani Farg'ona viloyatida joylashgan. O'zbekiston tumani 1963-yilning 13-aprelda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda aholisi 240 mingdan ziyod kishini tashkil etadi. Milliy tarkibi 95.2% o'zbeklar, 2.2% qirg'izlar, 0.8% tojiklar hamda 1.8%ni boshqa millat vakillari tashkil etadi. Mahalla fuqarolar yig'ini soni 73 tani, xonadonlar soni esa 49300 dan ziyodni tashkil etadi. Tumanda 7 ta jome masjidi, 68 ta umumta'lim maktablari, 57 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va bitta kutubxona markazi mavjud. Tuman iqtisodiyoti asosan qurilish materiallari ishlab chiqarish hamda meva-sabzavotlarni yetishtirish hamda chorvachilikka ixtisoslashgan bo'lib, foydali qazilmalardan neft, gaz, soz tuproq va shag'al bor. Iqlimi esa keskin kontinental. O'zbekiston tumanining markazi Yaypan shahri bo'lib, Yaypan ba'zi manbalarda tekislik degan ma'noda, boshqa manbalarda yoypand, ya'ni yoy pand bergan joy ma'nosida keladi. Albatta biz bundan keyingi videolarimizda Yaypandagi barcha mahalla va qishloqlarni yoritib boramiz. Bundan keyingi qishloq yoki mahalla qaysi biri bo'lishini xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiring. O'zingizga qishlog'ingiz yoki mahallangiz chiqqanda o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bosib, yaqinlarga yuborib qo'ying.